Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Shenray T30 mashinasini olib qolgandik. Xudo xolasa tayyor holatga keltirdik. Qilingan ishlarni bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Korona ustunovka qilib berganmiz. Orqa tomoniga ten tortib berganmiz. Koreys tenlardan tortib berganmiz. Shoklariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Ideal darajada tikilgan. Qo'shimcha ravishda yashik ustunovka qilib berdik. Kulish dankrad narsalarni solib berishga. Ichki tomonni polniy fanerdan afishka qilib berganmiz. Pollarga finishing faner o'rnatib berganmiz. Komfort deganlardan ustunovka qilib beryapmiz. Bu yerda yana xuddi shunday Shenray T30 mashinasi olib qo'yganmiz. Bunga izotermik furgon ustunovka qilib beramiz. Bu Fato Miller mashinasi bir oy oldin qildirib ketganda bunga Korona ustunovka qilib berdik. Bu tomonda ham xuddi shunday Shenray T30 mashinasi, bu hali chala holatda. Bunga ham xuddi koreyskdan tortib beryapmiz. Ichlarini mana afishkalarini bitta baho beraverasizlar o'zlaring. Qo'llarga finishing panellar o'rnatilgan. Bundan tashqari labo mashinasi ham olib qo'yganmiz. Labo mashinasiga Alekefonda izotermik furgon ustunovka qilib berganmiz. Ustunovka qilish jarayonlarini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Labo mashinamiz karkasi mana ko'rib tursa, polniy ishlarga pokalar tiqilgan, kraskalar qilingan. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.